Assalamu alaykum. Tordaşlar, yaxşımısızlar, yaxşı durdunlarmı? Bugün azıraq nəhmeydən qılış toğru geldi. Bugün mən tünögün köydünlər azıraq bir nəs çıxarğandım Facebook'a. Şundan keyin bugün ətdiyəndə qopqıça bəklik adamlar zümrət xanımsız bu gəq qoysanız boldu deb. Mən Facebook'a çıxıb gəp qılışdan hərgiz erinməymə. Dekin temi tanlap durub çıxırmə. Səbəbi ben bir Uygur olgandan keyin başkalar bir Uygur olgandan keyin ular bir sözünü nima uchun chiqib to'rda so'zlaydi, haqni anglasin deb so'zlaydi. Men bu haqni anglasin, o'zimning fikrimni bildiraman, qarshiligimni bildiraman deb turib so'zlayman. So'z deganka bizning radiya berish huquqimiz bor. Uyg'urga vakil bo'lib turib so'zlagan ekan, men bir Uyg'urning shu ichidagi bir qismi deb o'tirib, bir tili deb turib javob qaytarishim kerak deb o'ylayman. Ben azırak bir anlatay. Ondan keyin boş temaga kirayli. Ben izchil turda yaqinqi yarim yildan uzoq vaqt ichida bizam ekanligi yoshlarga asosan bizim vatandagi 20 milliondek xalqniki 2014 yildan keyin 9 milliondek odam tutilib ketdi degan narsani deb ko'rataman. Bu bek cho'ng ziyon. 40% bilan 50% oralig'idagi ziyon. Bularda hammasi o'tib ketmadi, lekin tutilib ketganlar shundoq. O'tib ketganlarmi milliondan oshadi. Biz intayin ig'ir fojia ichida yashayapmiz hozir. Lekin tarixda başka bir kısım milletler köygen küllerle seçtiğin çağda mesela Yahudiler bilen anadaki Şimali Avrupa'daki Litva mesela yani aşağı devletler seçtiğin çağda bizim ahvalimiz hazırımı ularınkinden yaxşırak. Gerçi intan yığızgandan tatkan bolsak mı ularının günümüz yaxşırak. Şuna özümüzde bağ boğan neslerge minnettar buluşunu unutup kalmayalım. Litva'nınki o deymen. Aynı vakti Biz Yahudilarga özümüzni seliştirip durup dep baksak, miyada bir dep bakay. Erkin Sıdık efendim, siz Dünya Uygur Kurultayı'nın Ali məsləhətçisi buluş sübütünüz bilen sizge sual koyup bakay. Yahudilarga biz qandaq seliştirimiz? Uygur əzəldən şu tupraqның igisi. Aşağıda biz tuğulup çoğ olgan. Bir sersanlıqda emas, şu yerde moqum çoqum, şu yerde şu tupraqda çoğ bolgan. Ata boğularımızın şu tupraqның igisi şu yerde çoğ bolgan, yaşagan, medeniyetlerini berpa qilgan. Qandaq biz Yahudilarga seliştirimiz? Bizning hech qaysi tuqqanlarimiz u yerni tashlab bizga o'xshash chikatmagan. Yahudilar o'zining tuprog'i o'zi davlat qurish uchun qanchalik badal to'lagan? Nimishki shuni selishtirib bakmaylar? Hürmetlik alim elişip qolgan odam o'zining hozir deganini qilib, hozir deganini unutilib qoladi. Burunqilarni aslayolgan bilan hozir unutilib qoladi. Divan kasalligidagi odamlar shundoq bo'ladi. Men sizni divanmiki dey desam, uni mi bilmedim. Birden palçı bo'lib qoldisiz, birden yana birmi bo'lib qolsiz, uqulmaydi. Men endi hozirgacha qadar bir so'zlaganlarimizning ichida bir xulosalab chiqardim. Oldidikisini deb bakay. Hozir Uyg'urniki nopusi 20 millionmi? Sanab baqqanmi? Vatanning ichidan kelgan uchur deb manqilarni yiqitib so'zlaganlari esimda. Nima deb so'zlaylar? Erki qirg'inchilik deganda Xitoyning jinoyatini Amerika allama qachon bekitib olgandi, endi madaniyat qirg'inchiligi, ona til, patatat bir muncha falsafalari bor. Endi kelgancha bu zulm yetmidi deblar. Sizlar qaysi millat? Uyg'urga yetarli ku zulm. Sizlar qaysi millat uni bilmadim. Sizlar nima ish qilmoqchilar uni mi bilmadim. Bir qatim mundaq deyildi. 10% namoyishga 10% bayroq ko'tarish kerak. Yerlik millatlarnikini jiq ko'tarish kerak, Uyg'ur az ko'tarish kerak deb bu falsafani o'tirib qo'ydilar. Lekin ba'zan kelgan chaqda, "Voy, men degan Amerika hukumatiga ishlayman, NASAda ishlayman, shuning uchun men siyosatga aralashsam bo'lmaydi" deb uni deylar. Ammo odam saqqa o'xshaydi. Desa, yana o'ltirib soldan chiqilar. Ani deb, mani deb hamma yerda basili. Ne? 2009'daki deyli. 2009 vatanda
Sizlar bo'lgan. Onunki sizlar ketgandiki palani bir qator ziyolilar, bir qator esil tirnoq to'xtagidek bolalar tutilib ketdi. Shuningda sizning asillari va yana o'ltirib boshqacha o'ltirlar. He, Xitoy konsuliyatidagi yig'inlarga, naqshsullarga hammaga urug' tuqqanlardan qatnashib yurgan javob bersizlar. Fuqayli. Voy pitni qildi, to'rda man bir temani kesib chiqadi. O to'rdikisi o'zingizning chiroyi tursa. He, Rabixonga ovozini tenib oladi. Endi sizlar hamda bir cho'ng olim. Chiroylarimni tenib olsizlar, ovozlarimni tenib olsizlar, degan so'zlarimni tenib olsizlar. Uni hamda kasallik demdiq yoki nima deymiz, uni bilmayman. Ondan keyin voy Xi Jinpingdagi gunoh bu degan bir falsafa chiqdi. Voy, bu nima deb Xi Jinpingdagi gunoh bo'ladi deb turib uningga qarshi gap qilsak, voy men unda demadim deb odam bu chiroyim tenib olsa, ovozim tenib olsa, uni saqsiz o'qibdi deymiz hamda. Bu davolanish kerak. Andan keyin Xitoy xalqida gunoh yo'q. Xitoy virusi desak, Xitoy xalqi nima bo'lib ketadi? Anadagi xalqarada ish qilishimiz tez bo'lib qoladi. Shuning uchun Xitoy demanglar, Xitoy virus demanglar deb. Biz Amerikaningki Uyg'urlarga bo'lgan siyosatini, Uyg'urlarga ovoz chiqishini himoya qilamiz. Biz Uyg'ur millati erkiy qirg'inchilik uchurdi. Ma millat Xitoy erkiy qirg'inchilik olib beryapti deb jinoyatini bekitib berdi. Xitoy virusi degani Prezident Trump hukumati o'z dedi. Biz o'ydirib chiqamidik. Sizlar olim bo'lganiga ya u varaqlarni ko'may qolamlar, unimi bilmayman. Saqsiz bo'lib qolgan odamlar bo'ladigan ba'zan bir qiliqlar endi silda paydo bo'lib qolib, eng yaxshi tekshirib boqsizlar. CT deb bir narsa bor, yana birisi HDS deb bir narsa bor. Jiddiy tekshirsa, shuningda bir nima chiqadi, alomatlar mushtaq bo'lyapti desizlar bo'ldi. Anandan keyin yana birisi tuproqning egisi deganda uqmay qolgan o'xshaysizlar. Uyg'ur ash tuproqning egisi. Aşağıda erkek qirg'inchi uchrayotdi. Oniki Uyg'urning nopusi bak az deblar. Siz nereden aldılar, sanab baxtılarmı onu bilmeyman. Uyg'urning nopusini har qanday yerda indiq statistika qilayotgan yerlar bor. Munchinchi yildan munchinchi yilgacha deb turib uni bir nisbatlashtirib hisoblab baxsizlar. Sizlarni cho'ng olim. Endi ma kichik narsalarni uqmay qolyotamlar, uni bilmadim. Anadagi yangi pichoqlari deganlarni dedilar. Eğer çegovşu diyen uçi deb turib bir muncha ishlar chiqqan. Uyg'urni pichoqlarini miyalarigacha zanjirlarni bekitib qo'yib turib qilsa, pichoqni endi bu chet elda pichoq zavodi ochadigan o projektlarni o'ylablar. Turkiyada chiqishlar bor. Abdulla Yasin degan bolami talada qilib qolgan. Ashum Uyg'urdi. Voy siz ovoz qo'sham desam, siz ovoz qo'shmadilar, shunda cho'ng olim. Cimmidi odadılar, ya saqsız bo'lib qollarmi? Yana takrorlay, bilmadim. Sizlar to'g'ri chiqib so'zlaylar, anglasin deb bizmi fikr bildiramiz. Nima deb so'zlaylar amsa? Palanchiga deb turib so'zlasizlar, bo'lmasa biz ko'rmaymiz, bu vaqtda ko'rganka, uning qarshi fikrimizni bildiramiz, ifodamizni bildiramiz. Shu sizlar xohlagan, sizlar qo'llaydigan odamni biz qo'llashimiz kerakmi? Sizlar olim bo'lganlar uchunmi? NASA'dımı? Vay NASA'da işleyen için bir muncha hain munofiq Xitoyning jasuslarini tutib atdı o, tekshirib atdı. Bazıları saranglik kinishkilarni elib o'zlari yo'l tayyorlab etibdi, lekin ming saranglik kinishkisi bo'lgan taqdirdami, yana qaytadan tekshirdi so'qi chiqsa. Uyg'ur uchun ovoz chiqarish sukut qilgani uningdan yaxshiroq, o'ng ta'tir quyin chiqqandan. Uyg'urning erkiy qirg'inchilik uchurg'ini o'zing e'tirof qilmasang, Amerika e'tirof qildi. Bütün xalqarada shu do'lqin bor, erkiy qirg'inchilik deb turib da'vatidi. Desa buning xo'shuv vaqti yo'q. Uningga ta'tir qo'yin chiqirib, yetmidi deyish kerakmi? Qolganimiz qirvat demoqchimi? Jondan haydin kelgan xabarlarni, nayt ishki xabarlarni qilib, bunda bo'lib ketdi. Deb manqini qilib turib so'zlab ketganlari eslaridan chiqib qolgan o'xshaydi. O qaysi erkin sidiq qanday? Erkin sidiqning nechinchi kolonlari bormi? Deyish baqayli. Bir narsa o'zi fitna. Voy, bizning davlatimiz yo'q, bizning qonunimiz yo'q deymiz. Bütün dunyoda har bir
Her xil chet elning boshqa tashkilotlarida urushib ketgandek munozirlasha oladi. Sen chiqib so'zlading, Uyg'urning vakili bo'lib so'zlading, nima deb mening sana savol qo'yish huquqim yo'q, nima deb inkos bildirish huquqim yo'q, nima deb savol qo'yolmayman, nima deb inkos yozolmayman, yozsam fitna deysan. Men qabul qilishim kerakmi? Oshqozonmi qabul qilolmaydi, yeydigan narsani qamlashmagancha yondirib etasiz, ostingizdan chiqarib etasiz, kallangizdagini chiqarib etamamsiz, savol qo'yolmamsiz? Unda huquqimiz yo'qmi? Siz Xudomi? Siz payg'ambarmi? Payg'ambarga savol qo'ydi ekan to'q. Poxni yemayman deydigan gap bor. Biz hamma poxni yemaymiz. Uyqumuzni oshqonlar bor. Dötlab betimchi ish qiladi, aqli bor betimchi ish qiladi. Ota-onamizmi bir narsalarni xato deb bersa savol qo'ya oladi. Javob beramiz. Burun bilmagan bo'lsak, endi bilamiz. Tushlarimizni, ota-onamizni tushimizni ko'rganligimiz uchun qo'shib ketamiz. Buningdan keyingi hayotimiz mushundaq o'tib ketish kerakmi yoki savol qo'yib to'g'ri yo'lni tanlashimiz kerakmi degan narsalarni Uyg'urlar o'ylab baqsanglar bo'ladi. Hayotimiz mushundaq o'tib ketadi. Uningga duo qilib, buningni yig'isini yig'lab o'tib ketamiz. Vatanga qaytolmaymiz. Siz o'ylab beqing qarindishim. Hamma narsani qabul qilib, bu bizning olimimizni olim bo'lsang nima bo'pti? Yahudilarni selishtirib, Yahudilarni talay olimlar uchun xoinlar chiqibdi ekan. Öktü qopqalar chiqibdi ekan. Olim bo'lganlik uchun og'zidan poqaqsimi shuni qabul qilamiz degan gapmi? Savol qo'yib baqmamsizlar? Bu zulm yetmadimi? Vatanning sirtidimi shu zulmni tang tortyapmiz? Rasm tushib ivat. Yana bir qilsa ashuning bo'yicha meniyotganlar bor. Xitoy konsuli kontrol qilayotganlar bor. Oilalar vayron bo'lib ketdi, urug' tuqqanlar vayron mushundaq bo'lib ketdi. Bu yetmadimi? Baxtli yashayapsizsiz. O'zingizni aldashdan boshqa narsa emas. Tashkilotlar nimish qilsa bo'ladi? Olimlar nimish qilsa bo'ladi? Tashkilotning ichiga kirib olganlar nimish qilsa xayli qismimiz ko'taramiz. Lekin Uyg'urning ayrim xalqi bir narsa inkos yozsimi fitna bo'ladi. Eski odam bo'ladi. Bizning vatanda hukumatga ishlagan Güller ünüp ketgini yo'q uch ishlaganlarimizdan. Vatanning sirtida odam bo'lishni o'rgandik. Qanday yashashni o'rgandik. Mushularniki mushu demokratiyaning asosidimi, mushu demokratiyadan mamnun bo'lmay, yana ashuningga texmi yaxshi bo'lish kerak deb turib o'kti qopatganlar bor. Bizdek mush chet elga kep yashaganlar, "Uy, bizning ot yashagan yerimizni selishtiriblar. Uy, bu bo'ladi. Bu bizga bo'ladi shu narsa deb qabul qilamiz." Lekin chet elniki ne odamlar var shu vatanni qo'g'dash uchun, vatanning taraqqiyoti uchun hassa qo'shib shunchalik kurash qilganlar bor. Biz ularni oldida hech nima emas. Biz o'zimizni inkor qilyapmiz yo'q, madaniyatni saqlab qolib, yeziqni saqlab qolgan petimcha hal bo'lamda. Mening qo'shnilarim bor, Yahudi qo'shnilarim. Ularchi nimish qildi bilamsan? Kalva, ajab selishtirmaydi ekansan. Jildi bolalarni opurdi, biz bora olamdik vatanga. Ajab selishtirmabsa. Aslini unutib qolmaydi, biz aslimizni unutib qolyapmiz. O yeziq bo'g'ining bilan yana birim bo'g'ining bilan. Sen o'ylab baq, bolalaringni, yangi musulmon bo'lganda bizning vatandan chiqqan bolalarim bu. Mening uyimda Uyg'ur muhiti bor. Lekin sen o'zingga savol qo'yib baq, yangi tug'ilgan bolalar shu muhitda o ona tilini shunda yaxshi so'zlay olamda, qaysi Yahudilardak bolalarni o'g'itib, ashyaga opirib, muhitda tilini, madaniyatini, millatini so'yishni o'g'itib qila oladi. Mayalarda anadagi ashundaq betimchi yashay oladi. Biz nimamizni qo'g'day olamiz? Yolg'onchilikdan boshqa narsa emas. Turkiya bizning ikkinchi vatanim o bu. Men unda deyamayman. Meni birinchi vatanimni o'ylaydi ekanman. Mening oshqoznim, kallam hech narsam sig'diramaydi o narsalarni. Men Turkiyaga berib baqqan, aydirimlarda bir tuqqanim chiqib qolam degandek hissiyatdan qilsiz. Lekin u yerda hech kim yo'q. O'zing uchun eng suyimli odamlaring yo'q yerda hech nima emas u. O'zingni aldashdan boshqa narsa emas. Miyani bir o'ylab turib,
Sözlemesen şu alimliğini koğanı kıstırıp al. Näringi kıstarsan kıstur. Alimliğin özün üçün, milletin üçün küreş kılalısan, milletin üçün yaxşı durus yolda kılalısan, o vaxtı seni alim deymiz. Bomuz üçün NASA'nın işligüçüsü dep oylaymiz biz mi? Biz hiç kaysımız, mesela benim uyumda hiç kim Xitay konsuluğu verip oturup usloynap nakşa etip veremeydi. Bir nersin tercim kılalıqallığı, bir nersin birnimi kılalıqı ilimde olsa özenge. Onu milletin işiltersen, doğru yolda işiltersen, o vaxtda o seni biz miyagamiz bir kötürümüz. O alimdi. Yalgandır ayallarının Facebook'larına kırvelip, ayalçı Facebook'larda yazıvatkan nəslerinden kim ikenligini bilemey kağıdıqıdak uncuk 4 balla yok. Niye kompüterci balla ba? Sen işletkeni xaqım işilterleydi o detallarını silip. Ayallarının namını kırvagan balam deptirip yazgan niye Facebookçılar ba? Palançın tıllap okunçun. Mening degan gepim sening zıtыңga xumdan dazingga daz ketkizayotganligi uchun men eski. Yana birisining inkasi sening aş yig'iringga tekkanligi uchun ular xoin munofiq atiladi. Xoin munofiqlikning Facebooklarda enliq chiqib tursa, torbet Xitoyning torbetlaridan tatib chiqib tursa, shuni inkor qila olaysa, nima uchun? Dazing bor, vazifa keldi. Jimjit turib yo'qotish kerak, azuvonni yo'qtinglar. Xoin deganga qarshi turmaslik kerak degan narsa keldi. Shuning uchun jimmi turib olib, tap tatmasdan Uyg'urning qirg'inchiligi Yahudilarga selishtirgan chaqda undaq emas. Yahudilarning bir muqim iqtisodiy asosi bordi. Ular jinidan, melidan kechalgashga davlatni qurolida, hozircha davlatni tutib turish uchun qanchalik kurash qilyotidi. Sen nima ish qilyapsan? Sen davlat qurma dedingmi? Sen mustaqillik dedingmi? Madaniyat, erki qirg'inchilik deb turib, ayar bekitib olsa, madaniyat qirg'inchiligi deb o'tirsa. Uyg'ur qirilib ketyapti, ona til deysa. Uyg'ur mavjud bo'lsa, tilni biz ko'paytib manga olaymiz, tutib tura olaymiz. Bizning yeziqimiz farqlandi, chiroyimiz farqlandi, madaniyatimiz farqli bizningki. Bizning tilimiz turk sistemasining, bizning o'zimizning millatimiz shu turklarning orasidagi bir ayrim bir qavm biz. Farqli bir millat biz. Sen Cumhur milleti deb turib birga yashash, birga nim qilish Xitoyning ko'ngli kelmasin. Dunyodagılar qo'q gapmisin. Qo'qqan yerini ching tutsin, qo'qab ketsa. Bu ish bizning beshimizga, Uyg'urning beshiga kelgan dard bu. Boshqalar nimlar qo'q ketdi? Ay, qasın Xitoyni erki qirg'inchilik uchirdi. Bularni undaq uchirdi deb turib siyosiy panalik tilashga yeshilchiroq yondirib bergan sizlar emasmi? Al döndün sotuğa bunu bilen teyalğalarını için. Hey! Ağzımını içivetmeyin cuma. Ağzımını fakat içivetkim yok. Bilmeydiğin adam, ey bir nersini bilmeydi desem çok kadar özen bilsen bilmeygen iş buludu. Palan adam bilgen derse kulaktan kulak çıkıdı. Ispatın avazlarını geçe. Duttan çep oturup moten iş oltağındaların çok kadar... Ey hainga yan besiş diyen narsa, yan tayak buluş diyen milletini veyranı kılış dep oylasan buludu. Oylap bak, musulman men, vay men Uygur, elik ağamçıdak narsa yezip gittiğinler hain diyen temir kelgen çağda hemmisi kollektif gayip oldu. Kollektif çapancılık kıvatıdı. O bir talı hain emes o. Birli hain emes o. Çoğunlardan vazip kelgendiki makiçigi kılıdı. Cimcik boğasıla şununla yok oldu dep oylamsa. Uygur oygandı. Vatensizlik mak qeyrindaşdan ayrılış çok kara zerde nim bop gitip barımız hemmimiz özümüz bilimiz. Psixikimizden buzulup ketkini siz sual koyup bakın qeyrindişim. Muşundaklar çıkıp sözleydi. Fakat mening avazım başqacharak chiqqashqa g'ayri tuyuldu. Çünkü ağlağa bir xirist ekeldim. Talay qeyrindaşlar ba, ayrım şunchilik dirishiyotgan bolalar ba. Gap qilay deb, aşınıga bir gap qilib qo'y, ovoz chiqarib qo'yay deysam, mening jidilim haqqi yiqilib ketmasin bu deb turib jimjit turib olaman ba'zan yerlarga kelgan chog'da. Qo'ymichining da'voning ichidagi qo'ymichilik bo'lsa, uning chapan yapqini yapgan. O da'vogar. Onun çapa yapımız. O vaxtda musulmonligimizdan ayrılıp qalamiz.
Musulmonligimizni unutmaymiz. Uyg'urligimizni unutmaymiz. Odamiyligimizni unutmaymiz. Ashundoq chapan yapqanimiz yapqan. Erkin Sidiq efendim, agarda sizning aqlishingiz biroz joyida bo'lsa, bundan keyingi hayotingizda o'simi bir la'nat tomg'isi besilmasin desangiz, aqlingizni ishlatib yezib tayyorlab so'zlamsiz yoki oljib qolganligingizdan bir isbotini chiqarib qo'yibsiz, men bir salom deb tushunayli u vaqtida. Her qanday vaqtda telefonim, Facebook'imda ochiq meningki. Meni messenger orqali izlab turib, men munda degandim deb urib ekan, men sizga ura olayman? Men inkosni yezib baqdim. Xudodan bizga mundaq kelmaydi u. Ey, bir jurmakni yeniga berib, men suv ichmay ushlab ketdim desa, anadagi Xudo berdi deb turib yezib baqdim. Javob qaytara olmadingiz. Xumdan dazva odam hargiz javob qaytara olmaydi menga. O'zining temasiga chiqib o'tirib, ba'zan bir mana tordagi hujum qilayotgan, tet qistiribmi qo'ymaydi hozir Uyg'urcha, qistiribmi qo'ymaydi. Men sizning sabdoshlar emas. Uyg'urning umumyuzlik javob berish uchun Uyg'urning nimasi sizlar savol qo'ypaqsizlar. Eliq oliminglarga yetkizib qo'yinglarma deganimni. Eliq oliminglarga. Mening olimim emas u. Tağdım bağdım muş degan WhatsApp toplarda jininglar chiqamiki aşağıda. WhatsApp toplarda kim sizlarning inkinglarni chetib qo'ya, WhatsApp topida o'lib qolsanglar deyman. Ay, o'ngda tur g'ayri temalar, eliq xotinlar chaqildab so'zlayotgan. Eliq, ey, bolalaringni bir tarbiyalab olsang, ey. Cho'ng so'zlaganlarning eliq bolalari eliqindaq. Cho'ng so'zlaganlarniki eliqindaq o'zi. Odam degandan-ki eliq Mavi erkek qınçıq bizga yetib aşıdı, qeyrindaşlarım. Umumyuzlik bir zuvan chiqirib eqinglar. Yahudiga selishtirib, Yahudi yo'q yerdan davlat qurdi. Bizning zaminimiz bor, tuproqimiz bor bizningki. Qeyrindaşlaring bor aşağıda. O'ylab baq. Qog'iniga o'zing javob topsa, aqling bo'lsa, sarang odam chiqib so'zlasimi, deb qo'ptasan, senmi sarang bo'lsa u vaqtida. Rahmat sizlarga.